Assalomu alaykum do'stlar. UzRap podcastining bugungi mehmoni Diyor Production bo'ladilar. Raplarning rapi, dislarning disi deb nomlangan maqom bilan butun O'zbekistonga tanilgan raper. Eng qizig'i hozir o'zlarini xabarlari yo'q. Biz qo'pol qilib aytganda bostirib kirib olamiz. Chunki Diyorni asl haqiqiy hayotda qanday ekanligini, umuman uni turmush tarzi, bugun podkast bo'lgani bilan biroz uslubdan uzoqlashamiz. Ya'ni podkast emas, reportajlar, Diyorning turmush tarzi qanaqa, oddiy hayotda qanaqa inson, barcha sirlarni imkon qadar ochishga harakat qilamiz. Aytib o'tganimdek, o'zlarini hali xabarlari yo'q. Kutilmagan syurpriz bo'ladi hozir. Diyor Production faoliyat olib boradigan ofisdamiz hozir. Manzil albatta sir. Ketdik. Diyor uchun kutilmagan syurpriz bo'ladi bu narsa. Assalomu alaykum. Assalomu. Biz хотел. Kutilmaganda syurpriz deganda. Assalomu alaykum. Rahmat. Hozir akalar bilan ko'rishib olaylik. Xo'rmaylar. Keldik. O'zlari uchun kutilmagan holat. Biz mehmonga kelamiz deb yolg'on gapirgan edik va mayli, do'stimizga mojda. Diyor, sizni ko'rib turganingizdan juda ham xursandmiz. Kutilmaganda tashrif buyurdik, chunki sababi sizni hayotda asli qanaqaligingiz, nafaqat ijodkor sifatida, balki oddiy inson sifatida, chunki biz hozir sizni ogohlantirib qo'yganimizda siz baribir maxsus tayyorgarlik ko'rardingiz. Как есть kirib keldik. O'ylaymanki bu vaziyat to'g'ri qabul qildingiz. Sira savolga o'tsak, bugun nafaqat savol-javob, balki har xil, umuman bugun biz ko'pchiligimiz, ya'ni Diyor yaqin davrasi, yaqin insonlari, umuman rapga aloqador bo'lgan insonlar bilan birgalikda chiroyli suhbat olib boramiz, xudo xolisa, yangicha formatda. Birinchi savolim, rap yozishda nimalarga e'tibor berasiz? Hammasi bu minusdan, tekstdan tortib, mana tasavvur qiling, shunday yaralibdi. Nimadan boshlanadi? Mana bu xuddi osh qilganda birinchi yog' solinadi, go'sht, keyin Atrofga qaraladi, muhitga qaraladi, nima bo'lyapti, nima qo'yyapti, nima muammo bor, kim nimada qiynalyapti, savolga javob topolmaydiganlarga qarab, uni anaqasini, ошибкасini topib yoki xohishini bilib yetagidali. O'sha bitta keyin yig'iladi. Kosaga yig'iladi hammasi. Kosaga yig'ilgandan keyin sekin chiqib keladi, xullas. Я хочу сказать, во-первых, вот здесь кто сидит? Меха сидит, Катишка, Нодер Проект, Izzat, Angren и Ati, Mashina bozor. Hamma shu yerda. Biza o'zi nima qilamiz biz bu yerda? Biz o'zi nima qilamiz bu yerda? Po sути, ijoddan tashqari o'zi asosiy narsalarimiz voобще boshqa. Ularni aytib o'tish shart emas buni. Aytib o'tamiz. Asosiysi bu yerda bizada ham o'zimizning biznes, undan tashqari ham studiya. Diyor akam o'zlarini uchta bizneslari bor. Sevyoq, недвижимость и также ko'chmas mulk, ya'ni ko'chmas mulklarni. O'sha hamma bizneslariga men o'zimni javobgarlik qilib qo'yganlar. Saraveramiz. Akam o'zlari ijoddalar hozir. Uni yana ostigasin qildilar. Shunaqa. O'sha boyagi savolga boshqacharoq e'tibor bermoqchi edim. Men o'ylaymanki, umuman Diyor atrofida yurgan insonlar, bu rap tushungan insonlar. Rap yozishda o'zi nimalarga e'tibor berish kerak? Hammalarga shu savol bilan murojaat qilmoqchi edim. Mana Nodin, nimaga e'tibor berasan? Birinchi o'zi mana shular boshlaysan. Nimadan boshlaysan o'zi? Nimadir qilishim kerak deysan. O'zidan o'zi keladi aka. Menda misol ishni shunaqa. Men aytganlaridek birinchi по-любому qarab olinadi. O'sha atrofdagi voqealar tipi rivojlantiradi. Ta'sir ko'rsatadiki, keyin sizdan boshlanadi o'zi. Lekin to'g'ri, to'satdan bo'lib qoladi. Chunki men aytyapti, aka bo'ldi, ozgina yumshoqroq bitta sevgi muhabbat o'tdi. Ukam uylangan ekan. Bu sevgi muhabbat. Aka sevgi muhabbat dedi, 3-4 marta o'sha miyaga tushib qoldi-da. Ketdi, oxirani yig'lama chiqib keldi. Misolda. O'zi ham rosa aytdi. Sevgi muhabbat. Men вообще наоборот. Qanaqa sevgi muhabbat, ticho dedim, baribir virus bo'lar ekan-da, o'sha atrofga qarab eganda o'zi действительно. Zatsiz sal boshqacharoq show biznesga yaqinroq uslubda ijod qilasiz. Ya'ni underground qanaqadir
chegara bo'lmasa, sizni yo'nalishingizda baribir chegara bo'ladi, ya'ni tushundingizmi nima demoqchiligimni? Sizni holatingizda qanaqa? Endi siz repersiz, to'g'rimi? Unaqa reper deb Shuni Ну, любойчasiga-da. Возможность bor, reper ham bo'lishga, boshqasi ham. men bergan javobni berib qo'ydi hozir. Men ham xuddi shunaqa. bo'ldi. Ha. Boshqatdan boshlang, davay. Gapiravering. Ba'zi paytda o'zi keladi. Avtomatik, ba'zi paytda o'tirib, misol uchun birorta mavzuni ushlab turib, yozaman desam yozilmaydi, umuman yoza olmayman. Kelmaydi hech narsa. Avtomatik o'zi ba'zi paytda kelib qoladi o'zi ilhom. Почти кончили. Саша Белыйdan hozir parcha tingladi. Izzat Belый. Izzat Belый. Tushunarli. Aychi, sizda nima fikr? Qarang, siz reper emassiz, a? Bo'lmasa sizga sal boshqacharoq savol. Rep eshitishda nimalarga, ya'ni qaysi yo'nalish deydimi yoki nima rep, qaysi rep sizni o'ziga? Hozir Dior haqida so'ramayapman, bu umumiy rep haqida savol. Qanaqa aytish kerak? Misol uchun old school, underground, trap, drill, nima pop, rock, Bu aslida old school. Shu Diyorga ham Milani uslubligi zo'r. Chunki bularda o'z tekstlari ham baribir emolarga qaraganda ancha farqi bor. Deyishdi ham. Sambop короче, da. Sistari. Shunday. Kappa перевалga telefon bo'lyapti. Можно? Muzika. Алло. Yo'q, Timur aka. Kelsin? Da, Diyor akam o'sha yerda. qo'y. Endi men savol beraman. Jahon sal diqqatliroq bo'lganda. Yo'q, bu yoqdan turgin, men qiyshayib gapirmayman. Men bunaqa gapirish g'alati-da. Diyor, men o'tirdi-da, men bunaqa gapirolmay kameraga. Mayvezer bor-ku. Ulag'asiga. Xo'p, ikkinchi savol. Hozir boya yuqorida sanab o'tdingiz. Bugungi kunda muzika o'zgargan. Mana drill chiqqan, trap, mumble rap, har xil. Lekin Diyor o'zini stilidan uzoqlashmadi. O'sha bizni tanib qolgan hozircha aytganlarida o'sha 2010-2013 yilligi bizni bilgan, bizni mehr qo'ygan Diyor 2026-yilda ham o'sha avrada ijod qilyapti. Buni sababi nimada? Qanaqadir o'sha stil sizga yaqinroq bo'lgani uchunmi yo boshqa stilni tan olmasligingizmi? Yo, boshqa stilga gap bo'lishi mumkin emas. Men o'zimni stilim shunaqa deb bilaman, o'shanga sodiqman-da, o'sha stilimga. Misol это одно и то же, что Роналду сейчас в защите же не будет играть. Никак у него не получится, хоть он даже какой-то мощный футболист, да? Uxlaydi-da, to'g'rimi? O'shaning uchun zачем sуда lезть? O'zini защитникlar bor, нападающий полузащитник ketdi, xuddi shunaqa narsa bu yerda ham-da. Hozir endi pozitsiyamda zo'r pozitsiya, такое необычный pozitsiya. O'tga konkurensiya yo'q bo'lgan pozitsiyada. Siz hozir stilni o'zgartirish niyatingiz yo'qmi tushunishim bo'yicha? Может, tegi qanaqadir звучанияsi o'zgarishi mumkin. Misol uchun hozir trap basini olsa bo'ladi. Чисто для молодежи. O'shani tagiga qo'yib qo'ysa bo'ladi. Atak o'sha aytilishi, mana nima deydi, teksti, unaqasi, yo'nalish Manyera o'sha bo'lib qoladi. Я думаю, ты покажешь, как сделать там тоже путешествием. Да, можно тоже, да, в принципе. Ну, барбар, меня радует вот это свой стиль, короче. Всё, он тянет туда. Diyor boshqa stilda tasavvur qila olasizmi? Misol uchun drill aytganini yoki qanaqadir Когда скоро Mongolia. Ana, ne yangilik apa. Hozir sekret-da. tushundim, kartalar ochib kelmayapti. Hozir hamma o'tiribdi-da. Брат, вы же знаете, кто здесь. Bizda Yaxshi taniysizlar. Nodir mana proakt o'sha aytgan gapimni yana aytaman. Mana Nodir san Endi to'g'risi o'zi hech qayerda aytib yurmaydi. Bitta fishka bor, inside nima deydi, короче. Qayerda серьезный ashula, qanaqadir hitov ashula chiqqan bo'lsa, знаменитый odamlardan, show biznes olamidagi yorqin yulduzlarning qaysidir treklarida
to'pov ashulalarni ichida shu bolani qalami bor-da, na samimiy tagida. Ko'plarga yoz beradi. Shuni imet video qilinglar там. Звезды, обращайтесь. Knadir. Kappa Perival keldilar. Bizani mana mehmonlarimiz Kappa Perival, sizlar bilgan mashhur Kappa Perival bu yerda mana Shohrux Rapstar ham keldilar. Bugungi kunda shu Instagramdagi o'zlarini ijtimoiy har xil hayotiy roliklari bilan ko'pchilikni xursand qilayotgan ukamiz. Ijodga qaytishingiz bu UzRap uchun yaxshi yangilik bo'ldi, katta yangilik bo'ldi. Nima sabab bo'ldi? Zo'r motivatsiya berdimi yo qanaqadir ko'rib bolalarni yoshli emas, hali yoshsiz, hali. Prosta sababi nima qaytishingizni sabab? Comeback. Sabab o'zi anchadan beri o'zi qaytish желание bor edi. Просто bitta o'zim bitta manda bo'lib qolgani uchun misol buniki tashqariga chiqmagandi-da hali желаниесі. Siz ya'ni Diorni oldin o'sha plani bo'lgan sizning. Plan bo'lgan, men hech niyati ham yo'q edi. Bitta o'zim bo'lganim uchun ja unaqa hali nima qilgani yo'q-da. Nima deydi? Tortmadi boshlaganim bu. Keyin уже birgalashib boshlagandan keyin уже yana dars bo'lishi hozir endi sekin xudo xohlasa olib boramizda chiroyli qilib. O'zi o'sha paytda adashmasam har zamon deb track, tarqagani har zamon deydi. Может qanaqadir studiyada o'zinglar uchun gimn bo'lib ketardi, Odnoklassnikda o'sha qaysidir qatorlari men o'zim ham bir ikki marta yozib qo'yganman, o'sha ko'cha qizni ko'p ko'rgan, yaxshi qiz degan joyi bor. Sizda mana qayerdan keladi g'oyalar? Bolalar aytishdi mana hammada har xil. Sizda qanaqadir G'oya primoy savol bersam ma'lum, qanaqadir bir tabiiy narsalardan ilhomlanish yo'qmi? Yo'q, Unaqa narsada tabiiydan bor. lekin u boshqa narsa. Bundan emas lekin. Har xil yo'q, endi buni ancha ham har noto'g'ri talqin qilmaydi. Tabiiy deganda u tabiatni ko'rib qolishi mumkin odam misol uchun. Dengizdan ilhomlanishi mumkin. Shunaqa. Qarang, hozir ijodga qaytdingiz, rasman to'g'rimi shunday? O'sha bizni bilgan Kappa Perival ijodini kuzatamizmi? Ya'ni o'zingizga xos bo'lgan tekstlar yo qanaqadir yangi atmosfera bilan kirib kelmoqchimisiz ijodga? Endi bilmadim kim nimani kutadi, no o'sha eski stilda, o'sha eski yo'nalishda, no zamonga moslab qilaman-da. Ya'ni bugungi kun mavzularini olib chiqish planlaringiz bor. O'zi sizlarni ijoddan ketishinglar, sizlarni deyotganim chunki bitta label bo'lgansizlar. U payt label degan tushunchani o'zi yo'q edi, lekin hozirgi tilda aytganda label deyiladi. Hamma har xil gapiradi. Diyor mana ayniqsa sizga gap kelganda kimdir aytadi, Diyor o'sha e'tiqodi kuchayib qanaqadir shu yo'lga qarab ko'proq urg'u berdi deydi. Kimdir aytadi, yo'q uylanib oila qurgani uchun qanaqadir bu narsani jiddiy qabul qilmadi. Bir xil aytadi, вообще qanaqadir maxsus o'sha xizmatlar nimaga olib kirishgan, savol javoblarga shundan keyin qanaqadir boshqa. O'zi nima bo'lgan asli sababi? Bu ikkalanglarga ham savol. O'sha rapdan uzoqlash, ancha vaqt uzoqlashib ketdi. rap hamisha ikkinchi o'rinda turgan, birinchi o'rinda boshqa ishlar turgan. O'sha ishlar rivojlanib ketgan. Mana oldin bilsanglar, mana misol uchun oddiy misol shu yerdan shu yerga perevod, tovar, gruz yo'q bo'lgan fakturani ikkita buxgalter biri bilan ko'rishib, pechatlovlar bir bola shunaqa qilib bo'ladi. Hozir elektron bo'lib ketdi. Hamma narsani telefonda hal qilsa bo'ladi. Lekin o'sha telefonda hal bo'lguncha protsess ishlar bo'lgan-ku. Odam yurish kerak bo'lgan-ku. O'shalar bilan ovora bo'lganmiz-da. Ishlar zo'r bo'lib ketgan, ish ko'payib ketgan. Birinchi o'rinda ish bo'lgani uchun, oila ish bo'lgani uchun ijod sekin Qanaqadir hozir endi hamma narsa elektronniy bo'lib, bo'sh vaqt paydo bo'ldi. Endi bo'sh vaqtdan foydalanyapmiz. O'sha ketdi. gap ochig'i masala uchun ikkinchi darajaliligi mani ishontira olmaysizlar. Misol sizlarni anchadan beri bilgan inson sifatida Просто kimdir uchun kommersiy bo'lishi mumkin. Bizni endi
kommersiya bo'lsa boshqa taraf qarayman ishga, biznesga, shunaqa narsalarga. Endi rep birinchi o'rinda bo'lganmi rep? Eshitsa bu gaplashayotganda balkim haqiqatdan shunaqadir. U mabit ish bo'layotgan joyda nimadir ularni eslab rep demasdi. Gap nima bu narsang ham qani aytchidi. Bo'lishi mumkin. Bu hayot davom etyapti deb nimadir qilish kerak edi. Baribir urg'u tirikchiligi berilgan. Tushundim. Bu menimcha hammaga bo'ladi bu savol. Diyorni bu o'zimda ham bo'lgan unaqa voqea. Sizni birinchi tanimay hali gaplashmay ko'rgan odam sizni mana Timur aziyat bo'lardi payt yoningizda bolalar bo'lardi. Juda ham bir kibrli odamni qanaqadir bir tinga ilmasa kerak. Menda ham eng qiziq shunaqa taassurot bo'lgan. Hali sizlarni birinchi ko'rib gaplashmagan payt. Lekin Diyor bilan mana Kappa bilan umuman Diyor atrofidagi insonlar bilan yaqindan gaplashish boshlagandan keyin o'sha inson tushunadi, что xato qilgan. Nima uchun shunaqa tasavvur uyg'onadi? Bu sizlarga savol. Odam Bu menimcha nimalardan kelib chiqibdi? Yurish-turishlardanmi yo? Yo'q, yurish-turishdan mana shu unchalik-da ko'proq tekstdan и etilishdan. vaqtingiz yetyapti, bo'ldi, xayol ketdi. Ketadi. Po-любому bu shunaqa ekan deydi. Mana bolalarga savol endi. Hamma bitta qoladi. Diyorni birinchi ko'rganinglarda hali ya'ni tanimasdan birinchi kun bo'lgan taassurotinglar, undan oldin ya'ni qanaqa insonligi haqida. Endi bir savol. Men o'zim yoshligimda ham qo'shnim, ham akam. Bilmayman, lekin birinchi ko'rganim. Yo'q, siz endi qo'shni bo'lsangiz, sizga menimcha savol bo'lmaganda. Nodir? Bilmayman. Nodir bilan gaplashyapti, ukasini yaxshi taniyman. Faqat ko'rishganmiz. O'sha yana student. Yo'q, demak, proaktivda o'sha tasavvur bo'lgan baribir Diyor haqida. Unda qanday bo'lmagan. Savolingizga javob bor aka, bilasizmi nima? Aura. Ya'ni Timur aytganlaridek shu bo'ygan tekstlardan kelib chiqib, Aura baribir bosib turadi-da. Shunaqa joyi bor. baribir qiziq mana shu birinchi ko'rgan. Diyor tanimasingmi u? 2010-yil birinchi ko'rganman akam. Yo'q, o'shandan oldin Diyor haqida qanaqa bo'lgan tasavvuringiz? Umuman komanda haqida. Faqat Diyor emas, mana u yerda Kappa bor edi, Shuhrat Shayx bo'lardi, esinglarda bu Sardor Abney mana doim yonimda yurish. Xullas, birinchi Diyor akani eshitganman. To'shtu mahalladan ketayotsam, yosh bola kolonkaga mana shunaqa kichkina mashinchi kolonkalar bo'lardi. Qilishga tiqilardi. O'sha paytda Shahnozni, boya qizini eshitib ketgan paytlarda o'sha ko'rganman-da. Shundan keyin Bunyodga degan aka bor edi. Ustida shotda-yu degan Sergeli, Diyor Sergeli deb yetardi-yu Habibdan shularda. Keyin olib borganlar, kirdilar. Ozgina hayajon bo'lgan, to'shtu Bluetoothdan zvizda bo'lganlar-da. Hamma biladi-yu buni, yo noto'g'rimi, to'g'risi-da. Bluetooth orqali men tanigan odam shu-da, to'g'risi. Bluetooth orqali ozgina birinchi ko'rganda hayajon bo'lgan lekin. Shumi Diyor deganman-da, ichimda. Odam hissiyotidan kelib chiqqan holda. Shu keyin o'rgatdilar, ancha-muncha shu aka dedim, qiziqaman men ham. Endi repga qiziqardim. Ozgina bilmagan joylarimni o'rgatib ancha qo'llaganlar aka. Keyin shu ashula aytdim, orada men ham desetdim. Shu qiziqish bo'lar ekan-da, baribir o'xshagim keladi, ovozligicha o'xshatardi-da, Dashman aka. Kiriladi-da, bo'ldi. Chunki xonaga kirgandan keyin o'sha ovoz boshqacha o'sha. Yaxshimisan? O'sha nastroy egasida. Nastroy shuna, tinchmisan deylardi. Shularni eslayman. Bizlar Diyor hali tanishib ko'rmagandan oldingiz qanaqa tasavvur bo'lgan va ko'rishgandan keyin xulosa nima bo'lgan? Deb ko'rishgandan keyiningiz tushunarli o'sha. Undan oldingiz. Undan oldingisi o'zi Diyorni tanishim через davrik orqali bo'lganda o'zi, davron orqasidan. Tushundim. Kelganman. Короче, undan oldin menimcha kelisha olmaymiz deb o'ylaganman Diyor bilan. Nima deydi? Salom alaykum, yaxshi bo'lmaydi deb o'ylagan. Chunki fikrim вообще yomon bo'lgan. Через chur rost seriozno gapda. Через chur ko'chadi deb o'ylaganman. Через chur. Muomalasi menimcha yoqmasa kerak menga. Muomalasi вообще не to deganman. Yo'q, kelganlar. Keyin muomala bitgan. Qo'polmi o'sha effekt bo'lgan. Verskiy muomala, osmon kutganman. Lekin esa вообще boshqa odam, umuman boshqa odam. Samimiy. Слишком. Уже davrik nabrot ikkinchi planda qolib ketgan. Seriozno. Yo'q, fikr umuman o'zgargan sразу. Hayotda Diyorni menga bitta tarafi yoqadi. Eng hurmat qilgan tarafim, hech qachon odam ajratmaydi odam. Misol uchun, tabaqga ajratmaydi. Shu odati zo'r. Menga yoqadigan nimasi odati.
Shohratni hurmat qilaman. Tushunarli. Achi? Sut yo'raganmi xuddi shu xarakterlari masalada eshitayotganini bilmagan odamlar treklariga qarab o'ylaydi angliyskiy perskiy lekin gaplashib ko'rgan odam sразу biladi boshqachaliklarni yo'rgan bilan gaplashish kerak ko'proq o'shani bilasizda qanaqaliklarni Aqrab aka, Diyorni oldin ko'rganingiz. Masalan, по-моему, bulardan oldinroq tanigan bo'lsam kerak. 2003midi, 2004midi. Repga kirmagan paytida. Endi boshlayotdilar. Counter nima edi ani programmani nomi? Ana o'shanda o'tirib yozib to'g'lanardi. Men yoningizda yozsam bo'ladimi desam, programmasini o'zim o'tkazib berganlar. Bor, короче. Короче. Keyin telefon qilib so'kib turardi. Onadan so'kma, unaqa desayotganda. O'sha paytda endi yosh bo'lganmiz, men unaqa kibr nimaligini ham bilmaganman. Chunki valdur bilan tanishib ketganmiz-da biz. Men kichkinagina bola bo'lganman u payt. Shu bilan keyin mana bularda ish yaxshi bo'lib ketdi. Bizda ish yaxshi bo'lib ketdi. Keyin orada yo'q bo'lib qoldik. Diyor qaytdi degandan keyin qarasam Instagramdan chiqib keldi. O, yozsam tanimadilar. Keyin sekin keldim bu yerga gaplashib boshqa qilib, keyin aka xildilar, bo'ldi masalan tanib. Ko'pchilik qatori siz ham Instagram orqali anaqa. Да, Instagramni уже ko'rgan bo'lsangiz Humo Fest'da уже chiqdilar, уже по-любому ani dushman ham ko'radi u narsani. Chunki har qayerdan repost ketgan, boshqa ketgan, kimdir stories qo'ygan, kimdir post qo'ygan. Qaytdi bilan bo'ldi. Va shu bilan to'polon bilan boshlanib ketdilar u narsa. Diyorni men fake deb o'ylaganman o'shanda. Diyor bu prямой efir qildi deganiga ham ishonmayapman-da. Keyin shuni yozdim direktga. O'rtoq o'zingmisan, sen bunyodkor chempion dedim. Bu gap faqat Diyor biladi, nima deyotgan. U dedim, bo'ldi 100 talik o'zi original dedim. Hech qanaqa nima edi, original dedi. Farqi yo'q o'tdi dedim. Здесь у нас, окей. Такой прикольный момент был. Все там, hammamiz endi ko'chada yurganmiz, u og'anim bilan akam yurmasani. Rosa zo'raganmiz işte. Lekin aniqlamagan. Ko'rishmagan. Yurmasani olib boraman akam oldiga. Olib borasanmi? Ana emotsiyalar bo'ladi. Ha, yur. Раз приходим школьный anımda biz возрастda biz. Ba'zi xo'jam hamma kelding o'tir dedi. O'tirib ochkada. Sen qaysi pozitsiyada futbolistmanda o'zi asli. Qaysi pozitsiyada o'ynarding deb tudum gaplashib o'tiramiz. Druga borsa. Sariga. Da. Top so'rashyapti. Sardor yandan turib, shunaqa hayajonda-da, shunisiz. So'rashdi. Ozgina gaplashib chiqib ketamiz. Ukalarim to'g'ri yo'llaring. Bo'ladi nasihat okalar. Okada har doim to'g'ri nasihat bo'lgan. Har doim. Yalagacha. Chiqib ketyapmiz. O'rtoq deydi og'anim. Ana rost akasimi-da u. O'rtoq deydi, "Ha, sen qo'lim yo'mayman" deydi. Yetsa. Hadi so'rashdi deydi. Endi u paytda hamma bilasizmi, Diyor nimadir o'zini rayonni yozib qo'yadi. Diyor, U reaksiya qilib hamma u paytda Diyor edi. Shunaqa aka. Ya, напримерchi, Diyor akam bilan birga fit etish tugul, Diyor akam o'zlarini ashulasini oldida Smith yozib qo'ysa, u qanaqa katta baxtda. Qo'z ichida. Реально shu. Ko'rdingmi? Mana shunaqa narsa bo'lardi-da. Я даже такой момент помню, intervyularda, birinchi intervyuingizda aka. Yurishingiz, poxodkangizgacha e'tibor berib ko'radi-da bizani bolalar o'rtoqlarni o'tirib tushundingiz. o'qib yurgan. Ya, har doim vнимательный bola bo'lganman-da. Qaramay o'sha yana bittasi bor tashqari. Bilaman, oddiy boshqacha judaist-da, boshqacha poxodkasi. Qaramay juda poxodkasi o'zlaryapsizmi? Qanday intervyuni ko'rdingmi deydi. Albatta bo'pti intervyuda desam, Diyor aka, mana bunaqa ekan poxodkalar. Такие тоже моменты были. Shunchalik Ya, u paytda effekt aka menimcha hozirgi zizdalarga qanaqadir rahmim keladi. Nimaga? Shuncha ijod qiladi, u effektni ololmaysiz-da. Shunaqa joyi bor. Natija yo'q ya. Hanis. Tushunarli. Uzrapni o'tmishini ko'rgan insonsiz. Uni kelajagini qanaqa tasavvur qilasiz? kelajagim endi hozir qanaqa bor nima kimga o'zi bo'ladi basketbol tepish topdi Brat, раньше сильнее были. Знаешь, мы qalam o'tkirdi qalam. Hozir nima haqida aytayotganini bilmaydi. Ular so'rabdi, hozir marketing. Yasama. Yasashar hamma.
Manimcha kelajakda shu sun'iy intellektli bo'lib odamlar yetmaydi. O'zini og'zini tashlab qo'yadi programmaga. Shu alfavitda bitta chiqadi. Sun'iy intellekt o'zi qilib beraveradi. Hamma o'shandan rohatlanib yuradi. O'sha Suno degan programma chiqdi, ya'ni. O'sha rivojlanib ketadi bo'ladi 1-2 yil ichida. Что просто alfavitda bitta aytadi. O'sha programma og'zini skanerovat qilib nima qilsa o'sha ketdi keyin o'zi she'r yozib, o'zi muzika qilib, o'zi uni tirg'izib, xullas mana shunaqa bo'lib ketadi. Hozirgi yosh Paqalarni o'tkazinglar. Timur akam va har doim qalam o'tkir deb chaqiraman-da. U fikrga mana qo'shib Da. O'tirg'izinglar. Timur akam mashhurlarni o'sha, Yor akam mashhurlarni, Timur akam mashhurlarni qo'yib bering. Поймет ли он degan вопрос bo'lsin. ya'ni ma'nosini Ma'nosini. Ha. tushunmaydi. Shunaqa joyi bor, tushunmaydi. Kecha Tushunmaydi. man bitta знаменитый odam bilan o'tiribman-da. O'tirdim, sizlar bilasizlar kim bilanligini. Da. Gaplashib o'tiribman. Aka deyapti, man полностью intellektga o'tib ketdim dedi. Hozirgi mana sizlar eshitib yurgan ashulari odam aytmagan uni. Полностью intellektda. Men seriöz desam, ha deyapti. O'sha Suno qanaqalar har xil programmada chiqyapti. Da hozir unga borib yalinish, bunga borib yalinish yo'qdi o'sha. Ovatda o'sha she'rni yozyapti, sun'iy intellekt bilan chiqaryapti. Bo'ldi shu. Unaqa bo'ladi. Ha, esimga tushib qoldi deb. Shunaqa bu Degan o'sha 1-2 yil ichida o'sha haqqa bo'ldi. Diyorni man 2009-yildan beri tanisam, bu salkam 20 yil degani. Bitta narsaga e'tibor beraman, Diyor atrofida millionlab odam bor, lekin do'stlar davrasi o'zgarmaydi. Bu misol men bu narsaga 17 yildan beri guvohman. Diyor bilan do'st bo'lish uchun qanaqa xislatga ega bo'lish kerak va Diyor qanaqa do'st? Bu birinchi sizdan eshitsak. Biz hisob kitobimizdagilar og'aynim. Yo'q. Umuman mana siz bilan do'st bo'lish uchun qaysi kategoriyaga qarab tanlaysiz o'sha inson? Вообще u narsaga e'tibor beraman, lekin kim bo'lsa ham o'sha shundoq qandoq bo'lsa shundoq gaplashaman. U o'ziga havola o'sha qanaqani. Ha, ya'ni sizga bo'layotgan munosabatni qilib qo'ysa menga qarshi bilmasdan men o'sha jahlim ham chiqmaydi, e'tibor ham bermayman. O'tib ketaveradi. Nичего страшного. Самое главное, men to'g'riman-ku. Shu. yo'q, u o'sha siz uchun qanaqadir родной statusda qoladimi? U testoviy narsa yo'q lekin. Ha, ya'ni sinamiz. Ne saçım? Şmort to'g'risida. O'zi do'st bo'lgisi kelsa yoningizda qoladi. Bo'lmasa o'zi tanlangan. Olmaysanmi bunda varodi Yuraverayotgani qarab. Ham testdan o'tsang, kurukka qo'shilasan, bo'lmasa yo'q. Qisqa menimcha uzoq javob berish mumkin, lekin qisqa Hamma qoladi. chetga kiradi ekan. Diyor qanaqa do'st? Diyormi? Bu ijodda nazar tutaman, bu вообще hamma kategoriya bo'yicha. Mana hayotda bor etosizlar, har xil holatlar bo'ldi ijoddan ketishimizga. Endi bitta Diyor emas-u, shu o'zimizni krukdagi hammaga nima qilib aytaman. Nima emas, nima desa bo'ladi? Yomon bolalar emas. Самое главное, hech kimni довериеga anaqa qilmaydi. Uchirmaydi, bo'ldi. Самое главное shu. Doveriyga kirib, keyin nimadirlar O'zini manfaatiga ishlanmaydi. shunaqa narsa yo'q. Самое главное, eng главныйsi menimcha mana shu narsa deb o'ylayman. Diyor qanaqa do'st? To'g'ri maslahat beradigan avvalambor to'g'ri o'sha nasihat. Har doim notsa bo'ladi. Ana bu kim bu ish qiladi. Birinchi prioritetda o'zlarining manfaatlarini aniqlaydi. Har doim komanda. Oy, bitta o'zim xushlansigani qiyin. Komanda bo'lishimiz kerak. Bilaladi, oldindan o'sha nima qilish kerak. Qisqacha mudrat. Endi men Diyor akamga ko'pincha rep bo'yicha savollardan beradi. Akam bunaqa qilmoqchiman. Yo bu endi ko'rishilgan momentda именно ijoddan tashqari bo'lganman bir hayotiy bo'ladi-yu, aka tomonidan misol ukasiga yo'l yo'riq u yoq bu yoq mana shunaqa taraflardan to'g'ri yo'llarni misol uchun mana bunaqa qilayotgan bo'lsa, mana bunaqasi yaxshi, mana bu to'g'ri, mana bu noto'g'ri. Правильно qilib To'g'ri yo'l ko'rsatuv ko'rsatadi. shunaqa Qattiq mani qaranglar unaqa emas. Shoh. Nima desa bo'ladi? Sizlarga aka bo'ladi, Diyor sizlarga do'st emas, misol. Ha, do'st emas. Ya'ni asha to'g'ri. Hayotda например, biz baribir Diyor akadan kamroq yashaganmiz-da, baribir ko'p ko'rgan degan gap bor-ku. Misol tushunmagan narsamiz bo'lsa so'raymiz.
Tak, buni bunaqa qil, mana buni bunaqa qil, mana bunaqa qilsang to'g'ri bo'ladi deb bizga tushuntirib keladilar-da. Man o'sha hislatlariga hayron qolaman to'g'risi. Chunki misol bu yoqda oila, studiya, ish, yana biznes to'da-sudada va hokazo. Ha, hammasidan ortib, например, vaqt ajratib bizga tushuntiradilar o'shani. Bo'lmasa, davay desang ham bo'ladi-da, hech kim hech nima o'zgarmaydi misol. Tushuntiradilar, mana buni mana bunaqa qilma, mana bunaqa qilsang to'g'ri bo'ladi. Ya'ni shu tomonlarini hurmat qilaman juda. Men prosta eshitmayman, men u gaplarini qabul qilaman. Men o'zimning ongimga singdirasiz-ku. Prosta eshitmayman, shu narsani qabul qilaman. Tushunarli. Izzat? Man qanaqa insonligini aytaman. Qanaqa do'st emas, qanaqa insonligini. Borini xafa bo'ladimi, xafa bo'lmaydimi yuziga gapiradi. Mana shunaqa odam. Qo't yaqinimi, qo't uzoq odammi farqi yo'q. Borini qaytganingizda gapiradi. Xohlasang xafa bo'l, xohlasang to'g'ri qabul qil. Mana shu holat. Tushunarli. Achi? Shu Diyor akamni shu maslahatlari yaxshi. Sizlarda unaqa graz deydigan narsalar yo'q. Kakamangiz haqiqatan bor narsani gapiradilar. Shuning uchun ko'proq maslahat so'rab turamiz Diyor akamdan. Hamma gapni gapiraverasiz. Hamma fikriga qo'shilaman. Yo'q, oxirgi ko'nglida graz yo'q, shuni aytaman deb turadi. Nima aytadi? Atrofida odam ko'p dedingiz-ku. Shu uchun-da, ko'ngilda kir yo'ligi uchun atrofida odam ko'p. Sababi shu. Masalan, bitta urishib qolgan odami bilan u bilan o'sha kishi boshqa qilib, valdir-buldir ketaversa, bilasiz-ku, kir qo'shilib ketaveradi, yag'ir bo'lib qoladi. Unaqa narsa yo'q. Qo'pol qilib aytganda yonida kirisa odamlar yig'ilmagan umuman. Yo'q, kirisi bo'lsa unga qaramanglar-da. Farqi yo'q, o'zini O'zi hayotini yashayversin. atrofga qo'shilolmayapti unda. Unda qo'rqadi. Ya, men boshqa joydaman Diyorali. Da. Kattaman, Bilaman. bilaman boshqa joydaman. O'zi tushunib oladi-da. Men oxirga o'tiribman-da, просто mengacha yetib kelmayapti. O'sha dislarni dissi degan status o'ziz To'xtang, aka. O'zingiz yetmadingiz-ku. Qanaqa do'st? Diyormi? Samana. Kamera mana. Diyorni ham to'g'risini aytaman, o'rtoq, men murakkab inson sifatida men haligacha Diyorni 100% bilmayman. Qanaqadir kuchli inson qilib ko'rsatadi, o'zini baribir har bitta insonda nimadir bo'ladi. Shuni yetmaganiga bir tomondan xafa bo'laman, qanaqadir yetgisi kelmayaptimi deb. Ikkinchi tarafdan mana hozir men ham necha yillardir o'zgarib yurgan odamman, nechta davrani ko'rganman. Даже o'sha bunga dis yozgan bolalar ham o'tirganmiz, Diyorni maqtagan joylarni ko'rganman. Ya'ni inson sifatida, ijodkor sifatida emas. Inson sifatida hech qayerda eshitmaganman-da. Diyor kimgadir minus qilibdi, yo'q qattiqdir men buni kidat qilibdi, buni farqli gapirishdan ziyod bittasin kalonkasini sotib ha, Nodir? Bittasini quragi sanaman, pulni olib ketib qolgan bo'ladi. Men eshitmaganman shu paytgacha o'zi o'tiruvdikida. Diyor qanaqadir og'ir xarakterli inson sifatida gavdalangan o'sha. Ya'ni shu Shoh aka bilan, Shohruh Reper bilan juda o'xshaysiz o'sha tarafdan. То есть, bu salbiy ma'noda emas, qanaqadir parda deydi, masofa his qilaman Diyorda. Aka, siz qanaqa insonligini gapirib berdingiz? Qanaqa do'stligini yetmadingiz hali? Yo'q, do'st tarafiga siz shunaqa to'g'ri, men hozir fitratga qarab ketib qoldim. Siz do'stligini yetmadingiz. Do'st sifatida Yana bitta aka, qo'shimcha savol sizga. Uzr, endi bu proyekt sizniki emas. Oxirgi marta mana Diyor akam qaytib kelishlaridan oldin oxirgi marta qachon ko'rdingiz? Oxirgi marta 2016-yili shu Fayz Mebilla oldida biz duet qilishimiz kerak edi. Shu Diyor aytgandek, hayotda har xil anaqalar bo'lgan. Endi bu yerda meni sirim ochiladi hozir. Men uylanishim kerak bo'lgan, men katta o'g'ilman, uy olishim kerak bo'lgan. Ko'pchilikning xabari bor. Men Turkiya, Dubay, Moskvada 6 yil istiqomat qilganman. O'shanda yo'qotib qo'ydim. Men ya'ni Toshkentda emas edim. Xuddi sizlar kabi men ham o'sha ijtimoiy tarmoqlarda ko'rib, chunki men ko'p so'raganman. Bir-birimizdan so'raydi meni общий tanishlardan. Eng qiziq ular ham bilmasdi-da. Yo'q, hech qanaqa informatsiya yo'q. Shoho Sevzor chiqib qolardi, o'sam yozardim o'tib. Diyor bormi desam, men ham ko'rmayapman deb. Men o'yladimki, qanaqadir chet davlatga ketib qoldi, yo qanaqadir shunaqa bo'ldimi deb, aniq informatsiya yo'q edi. Do'st sifatida shu boyagi savolni aytadigan bo'lsam, meni shu paytgacha nima ishim tushgan bo'lsa, Diyor biron marta menga yo'q demagan. Qancha Shoh aytgandek,
Diorga hech qanaqa bu na finansiviy, na qanaqadir ma'naviy, na bir reyting taraflama foyda olib keladigan joyi yo'q edi. O'sha yozib, o'sha studiyada mana men pul bilan borganman. Mana o'sha sekretli pul olmaganman. Zo'r proyektga o'rtoq yaxshi yetib olib qo'ygan. Ko'rsana gullar ham bo'lgan. Ani aytgan gapingizga bu ijodkorlar bilan o'tirganimizda ijodi haqida maqtashmagan odam Inson sifatida maqtashgan. Ya'ni mardligini aytishgan. yanada bo'lis studiya to'g'rimi? O'zbekiston reperlari to'g'rimi? Там кто topda? Misol. Вот так в студии сядет, misol, Diyor akam bilan birga. Bundoq qarab Diyor akam, bilasanmi o'zing uchun deganda nima degan aytib keladi polis. Ты же знаешь для себя, кто есть кто. Yo'q, uni bilaman. His qiladi ham. Da. Uni his qilma, chunki o'sha kuni mana Kesiyor kadrni. Yo'q, Humo Festda ham hamma ko'rdi. Kimni qanaqa kutib olganini. Faqat bitta xafa bo'lgan joyim reperlarni festivalda zohidni zo'r kutib olishdi. Bu juda minus, bu hamma ijodkor uchun meni fikrim. Hozir marketing. Ikkinchidan qanaqadir bari Hollywooddan reperlarni shunaqa kutib. To'g'ri zohidni nima qilgan? Birinchi o'rinda bu marketing, ikkinchi o'rinda hammada fokus har xil. Masalan, hamma ham Diyor akam eshitmaydi. Agar hamma Diyor akam eshitganda, o'sha gap 38 million aholi Diyor akam shuni og'ziga qarab turardi. To'g'rimi? Hammada fokus har xil. Kimgadir Shokir yoqadi, kimgadir Shohruh yoqadi. IQ bilan do'stlashgan rollar Diyor akam ishlayapti. Masala mana bunaqa narsada vaqt soati kelgan Diyor akamni oldida Diyor akamni eshitgan. Zohidni oldida Umonni eshitgan. Yo bo'lganda shunaqa narsa, qizi bilan urushib qolsa bo'ldi, ani stress, ani depressiyaga kirib ketib, sokin tunni bergan bu yoqda. Ani birontasi bilan ko'rib qolsa bo'ldi, Diyor production kelgan. Shunaqa narsa bo'lgan. Qarang, o'sha dislarni disi degan maqomda edingiz. Siz uchun eng kuchli kelgan dis qaysi bo'lgan? O'zingizni talqiningiz bo'yicha. Atvet keladi. Bilmadim, nega to'g'risi. Eshitmasdilar, eshitmasdilar. Bolalar aytardi, mana bunaqa ditda derdi, anaqa ditda derdi. O'sha narsa olinib, atvet qilinadi. Chunki bitta o'zingiz bir 10 tasiga ham protiv siz bitta o'zingiz bo'lardingiz. Sizga hamma dis otaverardi-da. O'zi dis tema o'zi hozir kulgilida. O'sha yoshlikda mana Qiziqtirganman. darsdan keyin futbol o'ynaladi. Bu tipa такое же bo'lganda, dis temasi o'sha rep ichida. To'g'ri, lekin gapga javob berish kerak bo'lgan. No, o'sha gap men prям uporno eshitmaganman. Tak, bu nima qildi, bunga men bunaqa atvet qilishim kerak degan narsa qilmagan. Bolalar aytardi, okeanu bunaqa deb qo'yibdi deyiladi, aytishadi. Keyin ketida bo'lib shunaqa degan bo'lsa, endi bunaqasini kutib olgandim. Atvet qilgan. Tushunarli. O'sha men bu Haydarmatovga trekingiz qanaqadir ko'p e'tibor beraman. Xuddi anu bangilarni gimniga aylanib qolgan. Lekin bu narsa sizni xuddi bir qanaqadir qiynaganda nazarimda. O'sha 10 yil oldingi Diyorni ko'rganingizda nima deb aytgan bo'lardingiz? Nima? Haydarmatovga Yo'q, umuman 10 yil oldingi Diyorni ko'rganingizda nima qanaqa savollaringiz yoki nima degan bo'lardi? Ya o'tmish o'zi bo'lmay eslamayman men. O'tmishga qarab nima deb hisob-kitob qilmayman. Bo'lgan ish bo'ldi. Там где надо сделать. Jonim gap tagida gap podkast to'g'ri zo'r nima deydi, yo'nalish olib chiqdi. Shu kitobxonlik haqida. Kitobga bo'lgan munosabatingiz. Kitobga bo'lgan munosabatim yaxshi. Men o'zim lekin kitob gluboko o'qimaganman lekin. Time mana kitob zo'r ekan. Начало до конца o'qilgan kitob yo'q lekin. Bu ham vaqtga bog'liq bo'lsa. O'sha menimcha kitobni ham yaxshilab o'ylash kerak-da. U kitobni yozgan odam ham nimadir baribir vigidan o'ylab yozganda, u o'zini fikrini yozadi-yu. U adashib qolgan bo'lishi ham mumkin-da. Hamma adashuvchan-ku. O'shaning uchun prям kitobga qarab qanaqadir o'ziga yo'l qilish, qanaqa strategiya tuzish bu xato deb o'ylayman. Odam o'zini ongi bor, o'zi короче fikrlab o'zi dvijeniyasini o'zi qilish kerak. Hayotni o'zi ko'rish kerak. Kitob bizda o'tmagan istoriya demoqchisiz-da. O'zi kitob bilish kerak. Hayot uni. Hozirgi reperlar mana
yutug'i nimada, kamchiligi nimada sizni fikringiz bo'yicha, talqiningiz bo'yicha? Ya'ni qattiq zo'r ketishyapti va qattiq Endi shu ularni yutug'i shu prosmotrlar bo'lsa kerak, prosmotr. kamchiligi. Kamchiligi u prosmotrlar qilayotgan ijodi baribir emotsiyasi yo'q. Ya'ni o'sha shular olib qanaqadir o'ziga motivatsiyami, nimadir insaytmi, nimadir olib o'shani hayotga ishlatmayapti-da. U yerdan faqat u yaxshi muzikalar, shu ritmlar Ya'ni ma'no yo'q. ma'no bo'lishi mumkin, u просто trendga ketib borgan. Ular chiqarayotgan bo'lishi ham mumkin, lekin anavi tigi narsa o'sha muzikani instrumentlari o'shani yopib qo'yyapti. Ya'ni Minus birinchi planga chiqib ketdi. qachuviydi anavi prям baslarini hammasini to'g'ri qilib qo'ygan. Именно shu mashinada eshityapti. Tekstida qanaqadir nasihat beryapti, bir-biriga to'g'ri kelmayapti. Nasihatni qabul qilib yaxshi ko'radigan eshituvchi eshitmayapti. Как клоун bo'lib ko'rinib qolyapti-da. Ну, кому нравится кач, он на слова не обращает. Zo'r. Orada san ham naqasan, desam da. Yedyapti. O'shaning uchun mamnun bo'lmayapti. Bu prosmotr bo'lyapti. Lekin prosmotrlar balkim endi hozir texnologiya rivojlangan. Misol uchun qiyin emas. Hozir prosmotr uchun 1-2 so'mini berib Biroz nakropka bilan borsa ham bo'ladi, to'g'ri. это не достижение. O'zini o'zi aldayotgan bo'ladi demoqchisiz. Да, достижение boshqa narsa. Ya'ni aytmoqchi bo'lganingiz birinchi o'chim tekst ma'noga emas, birinchi o'tib o'sha minusga beryapti-da. O'sha Timur, siz nima deb o'ylaysiz? Hozirgi yangi umumiy demayapman mana. Taxminan 2000 pandemiyadan keyin chiqqan reperlar. New school. Davlat yutug'i bilan minusi. Minusi shu основной ham nimani prosmotr uchun harakat основной prosmotrlar uchun, ya'ni raqamni kachat qilish uchun deyishyapti, da. Bu yoqda o'zini основной shu repni ma'nosi umuman qolib ketyapti. Ikkinchi planga tushib Rep o'zi nima uchun qilingan, nima uchun chiqarilgan, o'sha narsa esdan chiqib ketildi, faqat kachat qilish uchun bo'ldi. Minusi o'sha. ko'proq ana urg'u beryapti. Bu menimcha xayolida. Prosmotri mazizda bo'lishim kerak, ketidan pul topishim kerak deyapti-da. Но он забывает то, что mana bunaqa dvorraman deyapti-da. Mana bunaqa video qo'raman deyapti-da. Aslida o'ylamayapti uni, то, что последствиясini ko'rib, anu-ku deb. Mentalitetga to'g'ri kelmaydigan narsalar rosa ko'p bo'lib ketgan. Oxirgi paytda. Umuman bizning mentalitetga to'g'ri kelmaydigan narsalar. Bu narsadan uyalishmayapti ular. Yo'q, uyaladi keyin u. O'zi vaqt yetgandan keyin. Keyin vaqt to'g'ri использовать как-то ular. Endi hozirgi rep saviyasini o'sha любой odam aytib tashlayapti. Yoki blogerlarmi, boshqami, endi ketdi bu yoq endi. Nima bo'lsa bo'lib ketdi. Bilmayman. Olarga o'ylamayapti. Chidarli. Diyor Timur qaysi savolni berishimni xohlardinglar? Ya'ni men shu savolni kutgandim degan bormi shunaqa savol? Bor qanaqa savol? Yo'q. Biz hammasi kutilmagan savollar. Biz agar ijozat bersanglar, biz umuman ayni daqiqada Diyor Production studiyasidamiz. O'sha sizlar eshitayotgan hitlar, sizlar butun shu Diyor muxlislari yu rapga aloqador bo'lgan insonlar mana shu studiyadan yaraladi. O'sha ashulalar, o'sha hitlar, o'sha sizlar yaxshi ko'rgan, sizlar yodlab aytib beradigan narsalar. Agar shu studiya bilan yaqindan tanishmoqchisiz, ya'ni obzori, texnik nimalari. Yana bitta savol shu kelib qoldi. Bu studiya faqat o'zingiz uchunmi? Ya'ni siz jamoangiz uchunmi yo qanaqadir ko'chani mijoz kelib yozsa ham bo'ladi? Yo'q, biz o'zimiz uchun Faqat jamoa uchun. Mabodo ko'chadan kimdir kelmoqchi bo'lsa, endi uni qarash kerak-da. Haqiqatdan unga yordam kerak bo'lsa, necha pul ekan deb kirsa, bizni antak dash kira olmaydi-da o'sha.
Bunaqa kontora emas, не ради денег. Man kelib, "Aka, mana bunaqa narsa mavjud, mana bunaqa bo'lyapti. Buyurolmi, fitrlet qiladimi, yo'qmi?" deb yozib maslahat berasiz desa, o'shanda bolalar bilan o'tirib har taraflama yordam berishimiz mumkin. Misol uchun Qaha ham manga qara, mana bunaqa aytgan, mana bunaqa joyga kirib, keyin bitamizda kommersiy nimadir qilsang bo'ladi. Sahnaga chiqishingni o'ylovdimda, muzikani oldim, mana bunaqa qildim. Misol bera olaylik, misol uchun. Timur aytishi mumkin. Mana bu tekstingni o'zgartir. Hozir mana bunaqa deyapsan-da, keyingi qator gaping birinchi qatorga to'g'ri kelmayapti deb aytishi mumkin. Men kelsa, men aytaman misol. Давай ovozingni sal qil deb. Agar ovozi yaxshi bo'lsa, nimadir xarlat, ошибкасы bo'lsa, сразу primo aytiladi. Bu вообще g'alati bo'lsa, Nodirga aytiladi, Nodir javob tekst qidiradi. Bu ham yordam-da bu ham. Ha, конечно. Bu ham yordam, tushunarli. Endi уже o'ziga havola, dальше u materialni olib, o'sha hamma informatsiyani olib nima qiladi? Agar u o'sha narsadan foyda ko'rib, действительно shundan baraka ko'rmoqchi bo'lsa, bu yoqda hammani как бы душевный bo'lsa ham roziligini olib ketish kerak-da. А не как кто-то, да, взял информацию, пошел и раз qiladi. O'xshab. Потому что уже niyati yaxshi emas. Niyatini to'g'ri qilish Boshqa ma'noda kelgan. взаимопонимание to'g'ri o'zi ham anavi bo'lsa, искренний bo'lsa, ishlar zo'r bo'lib ketadi. Так. Kimni jinoiy bo'lsa, kuyovda. Hop, Rahmat javob uchun. O'zi umuman sizni va sizni jamoangizni o'sha nima deydi bu? Borligicha ko'rsatmoqchi bo'ldi. Ya'ni qanaqadir prosmotr oshadigan savollar, ulardan maksimal zo'rlashdik. Shu intriga qiladigan, sizni qanaqadir pastda aytib qo'yadigan savollar. Shunchaki shu oddiy xalqni yaxshi ko'rgan oddiy Ziyor va uning jamoasini imkon qadar harakat qildik ko'rsatishga. Endi mana boya shu sintetizatorda anaqa chaldingiz. Hammani ko'zi mana shu kadrda ham tushyapti, mikrofonlarga, nimalarga. Shu ijozat bersangiz tanishmoqchi edik texnik nimalari, nima deydi? Imkoniyatlar nima? To'pollar, naушник. hop. Birinchi bu bitta zолотая fishka nimada? Mana shu kolonkada. Bu Yamaha 1976-yilda ishlab chiqarilgan. И ko'plar e'tibor berishi mumkin. Серьезный зарубежный anaqalarda, studiyalarda har xil equalizer va balobatlar, железкаlar bo'ladi-ku, обязательно mana shu kolonka turgan bo'ladi. Bu nizni chiqarmaydi, ya'ni bas chiqarmaydi. Bu faqat o'sha berxlarni olib beradigan apparat. И он hozir chiqazib beradigan. Для сведения bu aslida, bu o'zi ovoz qiladi. Bir xil studiyalarda даже yirtib ketganlari bor. Atidan temasdan yoki shunaqa. Bu o'zimni hamsa talabasimo. Bu ya'ni o'sha studiyani ovoz yozish, sifatli yozish uchun Ne. Sifatli yozish uchun emas. Haqiqiy grazni ko'rsatib beradi ovozni. ha, ya'ni hamma kamchiliklarni Da, imенно mana shu kolonka bu eng asosiysi urg'u mana shu. Ketdi bu звуковой karta Apollo, hozir ko'plar Apollo'ni ishlatadi. Bu sal keyingi pokoleniya. Ko'plar sal kichkinaroq bor. Bu o'sha sal keyingi pokoleniya. Buni kamida yana 5 yil ishlatsa bo'ladi. Ya'ni лучше может только через 5 лет стать. O'zi, короче. Bugungi kunda Apple o'sha kerak, eng zo'ri mana shu. iPhone o'sha eshitgan bo'lsa o'sha короче. Bu pult bunga ulangan, чтобы удобство qilishi uchun, чтобы mana taqib o'tirmasam, mana shu o'zi bir borsa bilan. Shu orqadagi adim kolonkalar bu endi ko'plar bilsa kerak. Jiddiy kolonka. Mana bu ham o'zi yaponskiy. Yaponiya o'zi texnologiya bo'yicha kuchli taraf. Немецкий mikrofonlar ham cho'tki gapirish mumkin emas. No, Yaponiya всё равно Yaponiya. Misol uchun Toyota'ni bizilmaydi deb Prado'ga uradi. Yo'q, xuddi shunaqa. Mana ham yaponskiy, bu ham yapon. Bir-biri bilan сочетаться qilasizlar deb shu olimlar. Ularni ovozi shart emasmi? Shart. Yo'q, endi qarang o'ziga ko'rsangiz aytgan yer. No, buni bir Yamahani bir 2000 larga topsa bo'ladi, menimcha, qidirib. Ya'ni dirty kolonka deyiladi shunda. Da. Michael Jacksonmi deb o'zi takoy tegida anaqasi bor buni o'zi. Aha. Shu mana adimlarni $700-800 dollarga topsa bo'ladi. Bu komplektini aytyapsiz shunda. Da. Mikrofon,
Mikrofon bir minglarga topsa bo'ladi BO'sini, yengisi shu 1200, 1400 shunaqa. Bu всё kompyuter mana 3000lik kompyuter ichida полный full oxirgi anaqada. Bu ya'ni maxsus yasalgan o'sha звукозапись. Da, u yozib barobatlar o'sha nima qo'shilish kerak bo'lsa o'shani qo'shilgan. И shu asosiysi Cubase. Bu ovoz yozish dasturi ya'ni. Da, ko'plar FL, Pro Tools, nima edi yana Logic, FL yana qanaqa o'sha nima bor bo'lsa Snap Deylik Cubase'da men bilganim. o'zi na самом деле ikkala ham bitta narsani beraveradi. Просто Kimga qaysi udobli da o'sha ishlaydi. shunaqa. Men Cubase'da ishlayman. Cubase oxirgisi nima 14 15 chiqmayapti. Shu nima yana? И shumka. Mana shu полный shumka kimdir kabinka qiladi. Men kazilka qilmagan va полный. Izolyatsiya полный holani izolyatsiya qilgan. Ovoz yozilayotganda kolonkalar o'chadi, naushnikda eshitadi. Shu ovoz yozish jarayoni ham qiziq. Ayniqsa hozir Timur mana kappa pereval ijodga qaytganlar. Timur agar qarshi bo'lmasangiz nima deydi? Jarayonni shu jonli ijrodan agar yonmasangiz shunaqa bir ko'rmoqchi edik sizni. Bu qanaqadir o'zingizni xohlasangiz mashhur ashulangizni aytishingiz mumkin. Xohlasangiz qanaqa sirmas muxlislar uchun bir kuplet desangiz, ko'pchilik uchun qiziq menimcha zapis jarayoni sizni jonli yozishingizni shu paytgacha ham hech kim ko'rmagan, unaqa efir ko'rmaganmiz. Men misol ko'rmaganman. Но район давно не спали. Сосед нервно закурил из окна спальни. В голове ветер, в крови аптека. Время 5:30 села батарейка. Kimdir tortyapti, kimdir tortiryapti turnikda. Kimdir tortishyapti, kimdir tortiryapti burchakda. Это дочь ayta, это sinch ayta. Bechok ichatib jim qarab turibsan chetda. Toshkentning cheti Sergeli sentr. Bu chetdan u chetga, chetdagi bola chet elga. Pul bo'lsin deb shotda pochka ketgan. Amerikancha orzu, meksikanskiy serial. Ish bilan o'zim ham bet Halliyam kelmadi vijdonga mamnun Hamma o'zi bilan to'la trade yoki net boshida intriga yo'li program ket Endi boshlandi man ketdim Rejalar bilan uladi to'la paket Pul so'mma yanada tortadi nafs Endi afsus chekadi bola bir balo ketdi Bor xona konkretdan chinson o'z boshini egandek qarz o'z oilasidan uzod zapret pullar bashtiyu ketdi Chaqmoq stilida o'tirgach kerak Hurmatli muxlislar, Joe Production'dan TV va Kappani ular jamoasining muxlislari. Biz o'ylaymizki, o'sha barcha sizlar qiziqtirgan savollarga javob bera oldik. Xudo xolasa, izohlarda qoldiringlar. Ko'rsatuv nomida Uzra podkast bu umuman boshqa formatda olindi. Ko'rsatuv nomi shu bo'lgan bilan bu podkast emas edi bu. to'satdan kelganliklar uchun men лучше поменять да название. Я даже придумал. Какое? Нежданчик. Нежданчик. Нежданчик подкаст, да? Kстати, zo'r ideya. Да, конечно, просто так мы не говорим. Нежданчик. Men lekin 100% qo'ynim to'ldi. Hamma savollarga mana jarayon. Yangisi kim? Mayli, shuni bilaylik. Keyingisi bilmadim. Abrobek mo'ljalda bor. Endi bu как бы sir ochib qo'ygan bo'lamiz. Keyingisi Abrobekga bormoqchimiz. U uchun hozir men mehmonni otini aytdim, u uchun nizanchik bo'lmay qoladi. O'sha nizanchik u. Bo'ldi. Bo'lsa Abrobek 3-o'ringa qo'yib qo'yishadi. Da. Keyingi mehmonni men anaqadan keyin. Yo'q, biri bo'lgandan xursandmiz. Da. Kстати, faqatda. Da. Veteranlar-da, ha? Pensiyaga chiqmagan veteranlar. Shundoq. Ya bro, hadis respekt. Ko'rgandan xursand bo'ldim. Zayinlar. Suhbatdan ham mana qaytganinglardan ijodda. O'zra uchun kerakli ijodkor insonsizlar. Xudo xolasa.
Alloh yorlaqasin hamma boshlagan ishinglarni davom etayotgan ishinglarni. Yana aytaman bizdan ko'ra muxlislarni fikri qiziqroq. Zo'r production haqida o'zinglar bilgan Timur Kappa haqida ayniqsa old school muxlislar qanaqa qiziq voqealar bo'lgan konsertlarda o'shalarni izohlarda yozsanglar bizga ham qiziq, ko'pchilik bilmaganlar mana tanishlar ko'rayotgan bo'lishi mumkin. O'sha qiziqarli voqealarni izohlarda yozsanglar menimcha maza qilib o'qiymiz bu kommentlarni. Muxlislarga sizlarni ko'rib turganlarga qanaqadir tilaginglar bo'lsin. Men kameradan devor o'tirib turaman. Tilagim bormi? Tilagim tasavvur qilib o'tirishibdi. Auditoriya o'sha. Xalqlarni ustiga saroy ko'ryapti. Nima deyarkan, nima deyarkan debdi. Качай и слушай только правильный рэп. Все, я тоже shunaqa qo'shilayapman. Shunaqa qilish kerak. Foydasi bor deb bilaman. Qisman. To'g'ri. Shu, mayli. Xabarlashamiz. Andishib. Bo'ldi.